Agar oyog'ingizdan noxush hidli kelayotgan bo'lsa, mana shu mahsulotlarni tavsiya qilaman. Agar kremli xohlasanglar, bizda antispirantli kremli mana antispirantimiz bor. Bu oyoqni namlab beradi va buni surganingizdan keyin bemalol naski kiyib, o'sha oyoq kiyim kiyib ketaverasizlar. Kun davomida oyoqinglarni terlatmaydi va noxush hidlarni oldini oladi. Noxush hid kelayotgan bo'lsa, ularni ham bartaraf qiladi. Har doim toza yuvilgan oyoqqa suriladi. Shunda oyog'inglarni qoplab oladi-da, bu terlatmaydi. Bolalarga ham mumkin, bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Undan tashqari krem emas, spreylar bormi deganlarga sprey ham bor. Buni ham xuddi shunaqa toza oyoqga sepiladi, hattoki oyoq kiyimga sepsa ham bo'ladi buni. Kun davomida bu ham terlashini oldini oladi, har xil hidlarni chiqazmaydi, bartaraf qilib beradi. Buni davomiy ishlatilsa, yaxshi natijaga erishasizlar. Kremli xohlaganlarda bu kremligi bor. Yo sprey bo'versin sepib shunda tez sepib chiqib ketaman deganlarga mana spreyli varianti ham bor. Buni naski kiyishdan oldin oyoqqa sepib olinadi, keyin naski kiyiladi va undan keyin oyoq kiyim kiyib ketaveriladi. Oyoq kiyimga ham sepib olsanglar bo'ladi. Mumkin. Buni faqat oyoqqa surilib, ozgina qotgandan keyin bemalol keyin naski kiyib oyoq kiyimlarni kiyib ketaverasizlar. Bu ham zo'r himoya qilib beradi. Hidi ham o'ziga yarasha. Zo'r hidlari ham.